Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Maarif Ministeri Ürümçide yığın açıb assimilasiya siyasətini təkidlədi. Xitay Maarif Ministerliği bu həftə Ürümçide bir qatar çoğ yığınlarını açıb atalmış maarif arqalıq yardım verişini baş tema qılğan bolsunmu, asaslıq nöqteler yanıla atalmış Cunha milleti ortaq gövdesi eğini müstəhkəmləş, təqdir ortaq gövdesi bərpa qilish qatarlıq terror siyaseti ibarələrə Xitay aqullarını, ixtisaslıqlarını yötkeş namida Şərq Türkistanğa yerləştirish planlarına mərkəzləşgan. Xitay Təşviqat Organı Tağrıtaq Doğru'nun alaqadar xəbərlərdə bildirilişçə 1 dekabr Ürümçide atalmış Şinjanğa maarif arqalıq nişanlıq yardım veriş xizmeti yığını və Maarif Ministerliği bilan Abdunum rayon və diviziyanın strategilik kengişiş yığını açılğan. Yığınğa Xitay Maarif Ministerliği partiya qrupusinin sekretari və Maarif Ministeri Huay Jinping, Şərq Türkistandakı Xitay əməldarları və alaqadar organ universitetlərinin vəkilləri qatnaşqan. Huay Jinping Xitayning 15-ci 5 yillik plan mezgilida Xi Jinpingning Şərq Türkistan haqidagi buyruqlarga asosan atalmış Cunha milleti ortaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turish kerakligi, diqqatni shahmat ko'zi hisoblanadigan Şərq Türkistanning janubiy rayoniga markazlashtirish kerakligi, atalmış ixtisosliklarni jalb qilish, to'plashni, taqdir ortaq gavdasi barpo qilishni kuchaytirish kerakligi haqida jar solgan. Qorjaq əməldar Erkin Dunyazmı söz qilib, Xitay rejimining yo'l yo'riqi bo'yicha atalmış Cunha milleti ortaq gavdasi qurilishini qattiq ijro qiladiganligi, atalmış Uyg'ur avtonom rayoniga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarga ko'ngil bo'ladiganligi haqida va'da bergan. O'xshash kunda ochilgan 2025 yillik Maarif Ministerliği bilan atalmış avtonom rayon va diviziyaning strategik kengashish yig'inida Xitay Maarif Ministeri Huay Jinping yuqorqi terror iboralarini takrorlagandan sirt nüfusning o'zgarishiga uyg'unlashgan asosiy maarif boyligini bir tutash planlash va taqsimlash mexanizmini mukammallashtirish, maarif sistemasining bexatarligi va muqimligiga kafolatlik qilish, diqqatni atalmış jamiyat muqimligidan iborat bosh nishonga markazlashtirish qatorliqlarni ta'kidlagan. Gerçi Xitay Maarif Ministeri Ürümchiga berib maxsus yig'in ochib atalmış maarifga yordam berishni da'vo qilgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan, xususan Yalqun Ro'ziga o'xshash nurg'unlagan maarifchilar turkumlab turmaga tashlangan bir vaziyatda Xitoyning bu urinishlari faqat assimilyatsiya, ming'iyush harakatlarini kuchaytirish, maarif sohasini texmo qattiq kontrol qilish, Xitoy aqullarini texmo ko'paytirishni asosliq maqsad qilmoqda. Trumpning Tayvanga aloqador qonunni imzolashi Xitoyni qattiq bearam qildi. Amerika prezidenti Donald Trump tunugun Amerika-Tayvan munosabatiga aloqador bir qonun loyihasini rasmiy imzolagan bo'lib, uning bu harakati Tayvan masalasida borgan-sari jiddiylashayotgan Xitoyni qattiq bearam qildi. Oqsaroyning aloqador bayonotida qayd qilinishicha, prezident Trump 2 dekabr Tayvan kapolatini amaliylashtirish qonun loyihasini imzolab, rasmiy qonunga aylantirgan. Mazkur qonunga asosan Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika-Tayvan munosabati ko'rsatmasini qarorlik baholab va yengilab turdi ekan. Shundaqla Amerika bilan Tayvanning aloqasidagi to'salg'ularni yo'qotish planlarini o'ttirg'a qo'ydi ekan. Bir turkum parlament a'zolari o'rtaq sungan mazkur qonun loyihasi bu yil 5-oyda Avam palatasida, 11-oyda Kengash palatasida ma'qullangan. Navbatda bo'lsa, prezidentning imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylangan. Tayvan Tashqi ishlar ministri bugun Amerikaning bu qaroriga inkos qaytarib, mazkur qonunni Amerika-Tayvan munosabatini normallashtirishdagi bir zo'r qadamlik ilgirlash deb sifatladi. Xitoyning Tayvan ishlari ishxonasi bo'lsa, Amerikaga norozilik bildirib, bu qonunning Xitoyning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashish hisoblanadiganligi, Xitoyning Amerika bilan Tayvanning har qanday diplomatik aloqada bo'lishiga qat'iy qarshi turadiganligidek qiliplashgan bayonlarini takrorladi. Yevropa İttifaqı Dünya Savdo Tashkilotida Xitoyga qarshi ochgan delosini bekor qildi. Yevropa İttifaqı Xitoyning Litvaniya mallariga qaratgan g'ayri-rasmiy cheklamalarini oxirlashtirishi bilan asosiy nishonlarga yetilganligini e'lon qildi va 2022 yili Dünya Savdo Tashkilotida ochgan ixtilof delosini qaytarib oldi.
Yevropa İttifaqı 1 dekabr 2022 yılı Xitoyga qarshi boshlagan va Xitoyni Litvaniyaga qarshi kamsitish xarakterlik savdo qilmishlari bilan ayblagan savdo ixtilofini oxirlashtirganligini e'lon qildi. Dünya Savdo Təşkilatının hüccətində Yevropa İttifaqı bu münasibət bilan ixtiloflarni hal qilish markaziga ixtilofning asosi bo'lgan hal qilg'uch nishonlarga yetilganligi va munosabatlik savdoning qayta boshlanganligi nazarga ilinganda shikoyatni davomlashtirishning amdi zarur emasligiga qaror qilganligini bildirdi degan iboralar o'rin oldi. Yevropa İttifaqı ilgari Xitoyni Litvaniyadan qilinadigan importni to'sish yoki qiyinlashtirish maqsadida kamsitadigan va majburlaydigan tadbirlarni ishiltish bilan ayblagan edi. Bu tadbirlar ichida tamojna ruxsati bermaslik, import iltimoslarini rad qilish va boshqa Yevropa İttifaqı shirkatlariga ta'minlash zanjirlaridan Litvaniya manbalik mazmunlarni chiqarib o'tish to'g'risida besim qilish qatorliq qilmishlari bor edi. Yevropa İttifaqıning qarashicha bu tadbirlar Litvaniyaning poytaxti Tayvan vakolatxonasi echilishiga ruxsat berganidan keyin Xitoyning Litvaniyani jazolashiga qaratilgan edi. Xitoy buni siyosiy jihatdan qudratqo'liq deb jar solgan edi. Buning bilan Yevropa İttifaqı Xitoyning savdo qoidalariga xiloflik qilganligini ilgari surib, Dunyo savdo tashkilotiga arz sungan edi. Xitoy Litvaniya bilan diplomatik aloqalarni ojizlashtirish yo'lini tanlagan bo'lsa-mu, Litvaniya mollariga qarshi rasmiy embargo yurgizganligini keskin rad qilib kelgan edi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.